Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyasi fraksiyalarining navbatdagi yig'ilishlarida mamlakat qonunchilik bazasini yanada takomillashtirishga qaratilgan qator muhim qonun loyihalari atroflicha muhokama qilindi. Deputatlar tomonidan ko'p kvartirali uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini ulush kiritish asosida qurishga oid qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Mazkur hujjat fuqarolarning qurilishga kiritgan mablag'larini himoya qilish, quruvchilarning mas'uliyatini oshirish hamda uy-joy qurilishi jarayonini yanada shaffof va tartibli tashkil etishga qaratilgan. Mazkur qonun loyihasining asosiy bir muhim jihati shundaki, uni ochiq va shaffof tarzda tashkillanishini nazarda tutilishi. Bunda qurilish obyektlari onlayn platforma orqali ro'yxatdan o'tkazilish shartligi belgilanmoqda. Shu bilan birgalikda o'zi haqidagi to'liq ma'lumot yuklanishi shart. Hattoki shartnomalarni onlayn tarzda tuzilishi belgilanishi, bu albatta ochiq va shaffoflikni ta'minlashiga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda escrow hisob varag'i mexanizmi joriy etilishi nazarda tutilmoqda qonun loyihasi bilan. Mazkur tizimda fuqarolarning mablag'lari bank hisobida nazorat ostida bo'ladi. Ya'ni shartnomada belgilangan shartlar amalga oshirilmagunga qadar bu mablag' bank nazoratida bo'ladi va bu mablag'ga hech kimning tegishga haqqi yo'q. Fraksiyalar yig'ilishda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ham muhokama qilindi. Hujjatda ayrim huquqbuzarliklar uchun javobgarlik choralarini takomillashtirish, qonun talablariga rioya etilishini kuchaytirish hamda amalda uchrayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan normalar nazarda tutilgan.